Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida e'lon qilingan yoki muhokama qilinayotgan 3 oylik qo'shimcha to'lov kimlarga tegishli? Pullarni kim oladi? Kim kutmasligi kerak va eng asosiysi, odamlar qaysi xatolar sababli o'ziga tegishli mablag'ni ola olmay qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki gap oddiy yordam haqida emas. 3 oy davomida byudjetga qo'shimcha kirim bo'lishi mumkin bo'lgan pul haqida ketmoqda. Men bu mavzuni shunchaki mish-mish darajasida emas, amaliy tomondan tushuntiraman. Qaysi toifadagi fuqarolar tekshirishi kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Ariza qayerga beriladi? Menga tushadimi yoki yo'qmi degan savolga qanday javob topish mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p odamlar aynanmaydi. Ko'zga tashlanmaydigan nuanslar sababli to'lovdan chetda qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunda yangiliklar chiqqanda tez va tushunarli tahlil sizga vaqt va pul tejaydi. Avval qanday edi? Ko'p ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha moddiy yordamlar odatda bir oy uchun, ayrim holatlarda esa belgilangan muddatgacha tayinlanardi. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan fuqaro bir necha oy davomida yordam olishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxs alohida to'lov olishi mumkin. Bolali oilalar bolalar nafaqasini olishi mumkin. Ammo odamlar ko'pincha bu to'lovlarning muddati tugayotganini, qayta ariza berish kerakligini yoki tizimda ma'lumot yangilanmaganini bilmay qoladi. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. 3 oylik qo'shimcha to'lov haqida xabar tarqalganda eng birinchi tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, bu hamma fuqaroga avtomatik tarqatiladigan pul degani emas. Ko'pchilik avgustda hammaga 3 oylik pul berilar ekan deb o'ylaydi. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Odatda bunday to'lovlar aniq toifalarga, aniq mezonlarga va aniq ro'yxatlarga bog'liq bo'ladi. Kimdir avtomatik oladi, kimdir ariza topshirishi kerak bo'ladi, kimdir esa umuman bu toifaga kirmaydi. Men ekspert sifatida sizga birinchi navbatda shuni aytaman. Har qanday qo'shimcha to'lovda 3 ta asosiy savol bor. Birinchisi, siz qaysi toifaga kirasiz? Ikkinchisi, sizning ma'lumotlaringiz davlat tizimlarida to'g'rimi? Uchinchisi, to'lov uchun alohida ariza, tasdiq yoki qayta tekshiruv kerakmi? Shu 3 savolga javob bermasdan turib, men olaman yoki men olmayman deb xulosa chiqarish noto'g'ri. Asosiy qism B. Kim bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Eng avvalo, bunday 3 oylik qo'shimcha to'lovlar odatda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga tegishli bo'ladi. Men bu yerda bir nechta asosiy guruhni ko'rsataman. Birinchi guruh kam ta'minlangan oilalar. Agar oila daromadi belgilangan mezondan past bo'lsa, bolalar soni ko'p bo'lsa, oilada ishlash imkoniyati cheklangan odam bo'lsa, doimiy daromad yetarli bo'lmasa, bu oila ijtimoiy yordamlar bo'yicha tekshirishi kerak. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan bir oilani tasavvur qilaylik. Oilada ota, ona va 3 nafar bola bor. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Oyga ba'zan 2 million so'm topadi, ba'zan umuman ish bo'lmaydi. Ona kichik bola bilan uyda. Oilaning doimiy daromadi yo'q. Agar bu oila avval ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki mahalla orqali kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, ularga qo'shimcha 3 oylik to'lov tegishi ehtimoli boshqalarga qaraganda yuqoriroq. Lekin bu degani pul albatta tushadi degani emas. Ularning ro'yxatdagi maqomi amal qilayotganmi? Bank kartasi faolmi? Pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Shular tekshirilishi kerak. Ikkinchi guruh bolali oilalar. Ayniqsa 10 yoshgacha yoki 10 yoshgacha farzandlari bor. Bolalar nafaqasi olayotgan oilalar bunday xabarlarni albatta tekshirishi kerak. Chunki ayrim qarorlar aynan bolalar nafaqasi olayotgan oilalarga qo'shimcha muddat yoki qo'shimcha mablag' sifatida berilishi mumkin. Masalan, oilada 2 farzand bor, ona yolg'iz tarbiyalaydi, rasmiy ish joyi yo'q. U har oy bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsa, avgust oyidagi qo'shimcha to'lov haqidagi xabar unga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Ammo agar u 6 oy oldin nafaqa olgan bo'lsa, keyin muddati tugagan bo'lsa va qayta ariza bermagan bo'lsa, u avtomatik ravishda yangi to'lovga kiritilmasligi mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va nogiron farzand parvarishlayotgan oilalar. Bu toifa har doim alohida e'tibor talab qiladi. Chunki nogironlik pensiyasi, nafaqasi, parvarish puli, kompensatsiya kabi to'lovlar turlicha bo'ladi. Bitta odam men nogironlik nafaqasi olaman, demak hamma qo'shimcha to'lov menga tushadi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa har bir to'lovning sharti boshqacha. Masalan, birinchi holatda faqat nogironligi bo'lgan bolalarni
parvarishlayotgan oilalarga qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Ikkinchi holatda esa faqat daromadi past bo'lgan, nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar albatta o'z hududidagi ijtimoiy himoya bo'limi, mahalla yoki rasmiy elektron tizim orqali tekshirish kerak. 4-guruh pensionerlar. Bu yerda ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerlar orasida 3 oylik qo'shimcha to'lov bo'lsa, pensiyaga qo'shib beriladi degan fikr ko'p uchraydi. Lekin hamma qo'shimcha to'lov pensiya orqali berilmaydi. Ba'zi qo'shimcha pullar faqat ma'lum yoshdan oshgan, yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy yordamga muhtoj pensionerlarga beriladi. Misol uchun 18 yoshli yolg'iz ona bor, farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bera olmaydi. Pensiyasi 9.000 so'm atrofida. U qo'shimcha yordamga muhtoj toifaga kirishi mumkin. Boshqa tomondan 63 yoshli pensionerning 2 nafar ishlaydigan farzandi bilan bir uyda yashashi oilaning umumiy daromadi yuqori bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha to'lov belgilanmasligi ehtimoli bor. 5-guruh vaqtincha ishini yo'qotgan yoki daromadi keskin kamaygan fuqarolar. Agar 3 oylik qo'shimcha to'lov iqtisodiy qiyinchilik, ishsizlik yoki daromad pasayishi bilan bog'liq bo'lsa, ishini yo'qotgan odamlar ham tekshirishi kerak. Lekin bu yerda yana rasmiylik masalasi chiqadi. Odam haqiqatda ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tizimda u hali ham ishchi sifatida ko'rinishi mumkin. Yoki aksincha, odam norasmiy ishlaydi, lekin daromadini ko'rsatmaydi. Davlat tizimlari esa ko'pincha rasmiy ma'lumotlarga qaraydi. Soliq ma'lumotlari, mehnat shartnomasi, pensiya jamg'armasi badallari, bankdagi ayrim operatsiyalar, mulk ro'yxati va shunga o'xshash ko'rsatkichlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yuqori va barqaror daromadga ega bo'lsangiz, oilangizda bir nechta rasmiy ish haqi mavjud bo'lsa, nomingizda qimmat ko'chmas mulk, bir nechta avtomobil yoki yirik tadbirkorlik faoliyati bo'lsa, odatda ijtimoiy yordamga mo'ljallangan qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lmaydi. Bu yomon narsa emas, bu shunchaki tizimning mantiqi. Qo'shimcha yordam eng avvalo ehtiyojmandlarga yo'naltiriladi. Endi eng muhim joyga keldik. Odamlar nimada adashadi? Birinchi xato faqat Telegramdagi xabarga ishonish. Avgustda hammaga 3 oylik pul beriladi degan gap chiqsa, odamlar darhol karta raqamini yuboradi, notanish havolaga kiradi, pasport ma'lumotini yozadi. Men qat'iy aytaman, bunday qilmang. Rasmiy to'lov uchun hech kim sizdan Telegram orqali karta paroli, SMS kodi, bank ilovasiga kirish kodini so'ramaydi. Agar kimdir to'lovni rasmiylashtirib beraman, faqat kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato ro'yxatda borligini tekshirmaslik. Ko'p odam men avval yordam olganman, demak yana olaman deb o'ylaydi. Aslida yordam muddat tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, siz yanvar, fevral, mart oylarida nafaqa olgansiz. Keyin aprel oyida qayta ariza bermagansiz. Avgustda 3 oylik qo'shimcha to'lov haqida xabar chiqsa, tizim sizni amaldagi oluvchi sifatida ko'rmasligi mumkin. Natijada siz kutasiz, lekin pul tushmaydi. Keyin esa nega menga bermadi degan savol paydo bo'ladi. Javob oddiy, huquqiy maqom o'z vaqtida yangilanmagan. 3-xato hujjatlardagi mos kelmaslik. Pasport almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan, farzand tug'ilgan. Lekin ma'lumot tizimga to'liq tushmagan. Nikoh yoki ajrim holati hujjatlarda boshqa, amalda boshqa. Doimiy yashash manzili o'zgargan, lekin propiska yoki vaqtincha ro'yxatga olish masalasi hal qilinmagan. Bunday holatlarda tizim arizani rad qilishi yoki tekshiruvga yuborishi mumkin. Masalan, ayol 2 farzandi bilan yashaydi, ajrashgan, lekin sud qarori yoki aliment bo'yicha ma'lumot to'liq rasmiylashtirilmagan. Tizimda esa turmush o'rtog'i hali oila tarkibida ko'rinishi mumkin. Erkakning rasmiy daromadi bor deb chiqsa, oila daromadi yuqori hisoblanadi va yordam rad qilinadi. Ayol esa amalda undan yordam olmayotgan bo'ladi. Bunday vaziyatda hujjatlarni tartibga keltirish, ajrim qarori, aliment ijrosi, yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim. 4-xato bank kartasi bilan bog'liq muammo. Ko'p to'lovlar plastik kartaga tushadi. Lekin karta muddati tugagan bo'lishi, karta bloklangan bo'lishi, hisob raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan pul ajratiladi, lekin fuqaroga yetib bormaydi, chunki bank rekvizitida muammo bor. Shuning uchun men har doim aytaman, yordam kutayotgan odam avvalo o'z kartasini tekshirsin. Karta faolmi? SMS xabar yo'qilganmi? Bank ilovasida hisob ko'rinyaptimi? Ism, familiya, pasport bilan bir xilmi? Shularni aniqlashtiring. 5-nozik jihat oila tarkibi. Ijtimoiy to'lovlarda ko'pincha alohida odam emas, butun oila baholanadi.
ya'ni sizning shaxsiy daromadingiz yo'q bo'lsa ham, bir uyda ro'yxatda turgan boshqa shaxslarning daromadi hisobga olinishi mumkin. Masalan, uyda ota-ona, 2 o'g'il, kelin va nevaralar ro'yxatda turadi. Kelin bolalar nafaqasiga ariza beradi. Tizim esa uy xo'jaligida ishlaydigan 2 o'g'ilning daromadini ham ko'rib, umumiy daromad yuqori deb topishi mumkin. Shuning uchun oila tarkibi hujjatlarda qanday ko'rsatilgani juda katta ahamiyatga ega. 6-jihat mulk masalasi. Ba'zi odamlar daromadim kam, menga berish kerak deydi. Lekin nomida 2 ta uy, yer uchastkasi, avtomobil yoki tadbirkorlik obyekti bo'lsa, tizim ehtiyoj darajasini boshqacha baholaydi. Albatta, har bir holat alohida ko'riladi. Masalan, odamning nomida eski, yurmaydigan mashina bo'lishi mumkin, lekin tizim uni avtomobil deb ko'radi. Yoki merosdan qolgan uy bor, lekin u yerda boshqa qarindoshlar yashaydi. Bunday holatlarda izoh berish, tasdiqlovchi hujjat taqdim etish kerak bo'ladi. 7-nozik jihat muddat. Avgustda to'lov bo'lishi aytilsa, bu pul aynan avgustning 1-kuni tushadi degani emas. To'lovlar odatda ro'yxat shakllanishi, moliyalashtirish, bankka o'tkazish va fuqarolar hisobiga tushirish bosqichlaridan o'tadi. Kimdadir 5 kun tushadi, kimdadir 15 kuni. Kimdadir keyingi oy boshida qarzdorlik sifatida tushishi mumkin. Shuning uchun to'lov kuni bo'yicha vahima qilishdan oldin rasmiy jadval yoki hududiy mas'ullardan ma'lumot olish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning to'yfangizni aniqlang. Siz kam ta'minlangan oilamisiz? Bolalar nafaqasi olyapsizmi? Nogironlik bo'yicha nafaqa bormi? Pensionermisiz? Yolg'iz yashaysizmi? Ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tganmisiz? Qaysi to'yfaga kirishingizni yozib chiqing. Oddiy qog'ozga ham yozishingiz mumkin. Oila a'zolari soni, kim ishlaydi, kim o'qiydi, kim nafaqa oladi, umumiy daromad qancha? Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya yoki nafaqa olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik bo'yicha ma'lumot. Har doim ham barchasi so'ralmaydi, lekin tayyor bo'lsa ish tezlashadi. 3-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l avvalo yashash joyingizdagi mahallaga boring va aniq savol bering. 3 oylik qo'shimcha to'lov bo'yicha mening oilam ro'yxatda bormi? Agar bo'lmasa, qanday ariza topshirishim kerak? Savolni umumiy bermang. Pul beriladimi desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Aniq to'yfangizni ayting, hujjatlaringizni ko'rsating, muddatni so'rang. 4-qadam. Rasmiy elektron xizmatlarni tekshiring. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, My.gov.uz yoki tegishli rasmiy portallar orqali ariza holatini, nafaqa tayinlangan, tayinlanmaganini, murojaat javobini tekshiring. Agar elektron tizimdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin begona odamga pasport ma'lumotlaringizni, bank SMS kodingizni bermang. 5-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta faol bo'lsin, muddati tugamagan bo'lsin. Agar karta yo'q bo'lsa, bankdan oching. Agar avvalgi karta yo'qolgan bo'lsa, yangisini oling va rekvizitlarni yangilang. Ba'zi odamlar pul tushmadi deb yuradi, keyin ma'lum bo'ladiki. Pul eski kartaga jo'natilgan yoki karta blokda turgan. Buni oldindan hal qiling. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rang. Bu juda muhim. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Nega chiqmaydi? Daromad yuqori chiqdimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Mulk bor deb ko'rsatildimi? Hujjat yetishmadimi? Agar sababini bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Masalan, tizimda eski ish joyingiz hali ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi bekor qilinganini tasdiqlovchi hujjat olib borasiz. Agar farzand ma'lumoti tushmagan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasini yangilaysiz. Agar yashash manzili mos kelmasa, ro'yxat masalasini hal qilasiz. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men buni yana bir bor takrorlayman, chunki pul mavzusi chiqishi bilan aldovchilar ko'payadi. 3 oylik to'lovni tezlashtirib beraman. Navbatdan tashqari chiqaraman. Kartangizga pul tushirish uchun kod kerak degan gaplarga ishonmang. Davlat to'lovi rasmiy tartibda bo'ladi. Bank kodi yoki ilova paroli hech kimga kerak emas. Agar shubhali havola kelsa, kirmang. Agar kimdir pul evaziga yordam va'da qilsa, avvalo rasmiy tashkilotdan tekshiring. 8-qadam. Oilangizdagi o'zgarishlarni vaqtida xabar qiling. Farzand tug'ildimi, ajrim bo'ldimi, oila a'zosi vafot etdimi, ish joyi o'zgardimi? Daromad kamaydimi?
nogironlik guruhi belgilandimi? Bularning hammasi ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qiladi. Ko'p odam keyinroq qilaman deb yuradi, keyin esa to'lovdan qolib ketadi. Hujjatda tartib bo'lsa, yordam olish imkoniyati ham yuqoriroq bo'ladi. Endi bir nechta hayotiy vaziyatni tahlil qilaman. Birinchi vaziyat, ayol 3 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i chet elga ketgan, pul yubormaydi. Ayol bolalar nafaqasiga ariza bermoqchi. Bu holatda u erining daromadi, pul o'tkazmalari, oilaning haqiqiy yashash sharoiti bo'yicha savollarga tayyor bo'lishi kerak. Agar tizimda erining nomida yuqori daromad yoki mulk chiqsa, ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun real holatni tasdiqlovchi hujjatlar va izohlar muhim. Ikkinchi vaziyat, pensioner ota o'g'lining uyida ro'yxatda turadi, lekin alohida yashaydi. Tizim esa uni o'g'lining oilasi bilan birga hisoblaydi. O'g'lining daromadi yuqori bo'lgani uchun yordam chiqmasligi mumkin. Bunday holatda yashash joyini to'g'ri rasmiylashtirish, mahalla dalolatnomasi yoki tegishli tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat, oilada nogiron farzand bor, lekin nogironlik hujjati muddat tugagan. Ota-ona biz oldin olardik deb o'ylaydi. Ammo muddat tugagani uchun tizim to'lovni to'xtatgan bo'lishi mumkin. Bunda birinchi ish tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatini yangilash. Keyin ijtimoiy to'lovni qayta rasmiylashtirish. To'rtinchi vaziyat fuqaro ishini yo'qotgan. Lekin ish beruvchi uni rasmiy tizimdan vaqtida chiqarmagan. Natijada u ishlayotgan odam sifatida ko'rinadi. Bunday holatda sobiq ish beruvchidan mehnat shartnomasi bekor qilingani haqidagi ma'lumotni olish. Bandlik bo'limiga murojaat qilish va tizimdagi xatoni tuzatish kerak. 5-vaziyat, ariza berilgan, lekin javob kelmagan. Bunda kutib o'tirmasdan murojaat raqamini saqlang. Qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Belgilangan muddat o'tgach, holatini tekshiring. Agar javob bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat platformasiga yozma murojaat yuboring. Yozma murojaatda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Ism, familiya, pasport ma'lumoti, yashash manzili, ariza sanasi, murojaat raqami, masalaning mazmuni. Demak, avgustdagi 3 oylik qo'shimcha to'lov haqida gap ketganda eng asosiy xulosa shuki, bu masalada shoshilinch xulosa chiqarmang, lekin befarq ham bo'lmang. Agar siz kam ta'minlangan oila, bolali oila, nogironligi bo'lgan shaxs, pensioner, yolg'iz yashovchi, fuqaro yoki daromadi keskin kamaygan oila bo'lsangiz, albatta tekshiring. Ro'yxatda bormisiz? Hujjatlaringiz to'g'rimi? Karta faolmi? Ariza kerakmi? Bularni bugunoq aniqlang. Men sizga tavsiya qilaman. Mahallaga boring. Ijtimoiy himoya bo'limidan so'rang, rasmiy portallarni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va hech qachon firibgarlarga SMS kod bermang. O'z haqingizni bilsangiz, pulni olish imkoniyatingiz oshadi. Bilmasangiz, sizga tegishli yordam ham boshqa jarayonlar orasida qolib ketishi mumkin. Agar sizda shu 3 oylik qo'shimcha to'lov bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz, qaysi toifaga kirasiz, sizga pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning avgustdagi muhim xarajatlarni yopishga yordam berishi mumkin.